Assalomu alaykum. Zoir Mirziyoyev mana shu murojaatlarim qachon o'rganib chiqiladi? Mana qish qorong'i sovuq kunlar kelyapti, qiroq kunlar mana. Ularni qachon o'rganib chiqasizlar? Nazoratga olib, qachon kelasiz? Qabulingizni qachon o'tkazasiz? Kelishingizni so'rayman. Men hokimiyatga yotib olgan boqamandaman-ku, mana boqamandaligimdan mana ko'ryapsizmi mana. Qandoq bo'lib ochilib ketayotganini ko'ryapsizmi? Borgaseri bu ittiga tushib ketsa nima bo'ladi? Qish qiroq kunida. Men nima qilaman mana? Mana. O'shaga 29 million ketganda o'tgan 9 million ajratishgan ekan. Bu yil yana ajratishgan ekan mana. Mana ko'rib oling mana. Mana yorilib ketayotganini borgaseri yorilyapti bu mana. Mana. O'chilyapti mana. Ko'ryapsiz mana. Mana ham ko'ring mana. Ichkarisi ham mana mashina olib ketgan mana. Pastda bu derazasini pastda mana. Mana uyning burchagi mana. Derazasini tevasi mana. Ko'rib oling mana. Mana. Boqamandaligimdan mana yorilib ketgan. Mana. O'pirilib mana tushib ketadi deyapti mana. Mana. Ko'rib oling mana boqamandaligimdan. Mana. Ko'rib mana. Ko'ryapsiz mana. Shuna holatlar. O'rtasini ko'ryapsiz mana yorilyapti. Borgaseri bu ham o'rtasi dast ketyapti mana. Mana. Borgaseri mana. Teshik paydo bo'lib, orasi ochilyapti borgaseri mana. Mana borgaseri ochilib yotibdi. Bu masala bo'yicha kim bu zimmasiga oladi? Namangan viloyat Shavkat Abdurazzoqov shunaqa uylarda o'tirarlarmi mana? 3 tumani hokimi Shuhrat Musayev shunaqa uylarda o'tirarlarmi? Bir kun o'tirsalar biladilar bizni qadrimizni. Mana Mirziyoyev bobomiz mana shu murojaatlarni o'rganib Shavkat Abdurazzoq Zoir Mirziyoyev kesildi. Zoir Mirziyoyev gul mashhurlarni ko'rsinlar. Mana. Faqat murojaatchi. Faqat menga tonnalab toshib qo'yganlar-da, o'shancha. Hali yemaxo'r bo'lib hokimiyatda yotganmiz. O'shancha mana uylar mashina bo'lib yotibdi mana, ko'rib oling. Ochilib ketyapti mana.